hurmatli igloterapiya muxlislari, igloterapiyani ashaddiy o'rganuvchi bo'lgan tabiblar, shogirdlarim, yaxshi yuribsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Darslaringizga qanaqa munosabatda bo'lyapti? O'sha darslarda olgan bilimlarni yaxshilab uyda tajriba bilan o'tkazib topshirishga tayyormisizlar? Nima savollar bor? O'shalarga bemalol kirib qolgan savollarni beringlar. Qani nima natijalar bo'ldi? Qanaqa o'zgarishlar bo'ladi shu o'tilgan darslar bo'yicha? Ziyoda, tayyormisiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Va alaykum Rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Rahmat, o'zinglar yaxshimisizlar? Charchamasdan. Alhamdulillah. Nima bo'lyapti? Darslar bo'yicha qanaqa fikrlar bor? Topshirishga tayyormisiz? O'shalarni hammasini egallab oldingizmi? Tushunmagan joylar bormi? Savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, keyingi darslarni boshlaymiz bo'lmasam. Xo'p. Ustoz, kechirasiz, men bitta narsani so'ramoqchi edim. Mana shu o'ng qo'ldi bilan chap qo'ldini adashtiryapmiz-da, haligi shuni o'ng qo'l bilan chap qo'lni anaqasini aniq. Mana shu asosan kaftni pastidagi anaqa nuqtalar o'rni o'zgaradi-da, to'g'rimi? O'ng qo'lda o'ng tarafdagi narsa chap qo'lda bu chap tomonga o'tadimi? Shuni anaqa ja tushunib ololmayapman-da. Ha, endi mana siz